Boshladik. Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. O'tgan safar podkastimizni boshlaganimizda sal bizga tosh otilgan edi, shuning uchun salomlashaylik. Iltimos, bu safar salomlashaylik. Salom. Keling tanishamiz podkastini yangi soni va bizda yangi mehmon, uzoq kutilgan mehmon, Salom. ustoz Azam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Hali repetitsiya qildik-ku. Bag'oyatda xursandman. Boshim osmonga yetdi. Bular repetitsiya qilishdi, men endi boshladim. Assalomu alaykum hammaga. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bag'oyatda xursandmiz. Men ham xursandman. Zo'r podkast doim bu yaxshi g'oya. Odam maza qilib, bu anuda asal deydi-ku, asalda. Ya'ni agar mehmon kelsa, kimdir shunaqa ta'rif berganda, maza qilib gapirib oladi-da, qolganlar eshitadi. O'shanisini u asal lahzalar deydi, bilmayman. Endi o'zbek tilida g'alati eshitilar ekan. Endi rus tilida miyot deyshganda, это miyot deyshadi. Это miyot. Mana ko'rdingmi? Bizda hozir miyotning o'rniga mana popcorn. Yo'q, zo'r. Bemalol Mana bunga lekin qo'yil. Bunisiga qo'yil. Stolimiz shaxsan spetsialni siz uchun bugun mana shunaqa Aniqlashtirib olishim kerak. Mehmonga borganda men doim oyimdan so'rardim-da. Mumkinmi yoki yo'qmi? Ha, bu qanaqa hozir biz formatdagi mehmon keldi? Stolga tegilmaydimi yo yesa bo'ladimi? Yesa bo'ladi. Okay. Bizda yesa bo'ladi. Okay. O'zi aslida uyda turgan shu onamni tokchalarida turgan narsalarni olib kelmoqchi edim. 15 yillik. Ha. Mamani ko'tarsa, mamunzi bilan ko'tariladi. Yopishib qolganidan. Вот, да. Shuning uchun hammasi свежий, yesak bo'ladi. Zo'r, qoyil. Yeymiz. Assalomu alaykum. Mana. Spoiler-ku bu. Spoiler bo'ldi-yu hozir. Oxirida? Yo, hozirmi? Yo'q, oxirida. Yo'q, oxirida emas, mayli endi o'zingiz bilan o'shab turing. Baribir bilmaymiz nima olib kelganingizni. Bu nima ekan? Ana sizlarga intriga. Keling tanishamiz, podkastimizning nomi. Bilaman. Ha, bilasiz. Yana bir bor aytib o'taman. Biz bu yerda maqsadimiz nima? Kelayotgan har bitta mehmonimizni o'zgacha shu muxlislar tanimagan bir qirralarini ochib, uni tanishtirib bermoqchimiz. Hamma sizni ustoz Azam, teacher Azam sifatida taniydi, lekin men sizni Azamjon bo'lgan paytingizdan taniyman. Hattoki Mirazam bo'lgan paytingizdan. Mirazam bo'lgan paytingizdan hamda kino olamiga nima desam bo'ladi, kino olamini og'ushida yurib, ikkinchi rejissyor bo'lib, shu rejissuraga talpinib yurgan paytingizdan taniyman men sizni. Shunday. Ko'pchilik menimcha bilmaydi. Shu joyda hozir men uchun ham yengillik bo'layotgani uchun podrobno gapirib berishinglarni so'rayman. Hozir, ha. Okay. Azam, tanishtiring endi o'zingizni. Mana shu tomoningizni. Ha. 2017-yilda Soyabon filmi efirga, chiqdi, premyera bo'ldi. To'g'ri, 2018-yil premyera bo'lgan, lekin syomka 2017-yilda bo'lgan, yoz oylarida. Abdulaziz Xo'jayev yoki Abzal Xo'jayev deb nomlashadi. Yaqin do'stimiz. O'sha paytda kino oldik. Men to'g'risi hayron qolganim, men umrimda birinchi marta yo'q narsadan bor narsa bo'lishini o'z ko'zim bilan ko'rganman-da. O'sha Abzal akam menga telefon qilib chaqirganlar, anaqa Drujbadan men Samarqand darvoza yangi qurilgan payti, 2017-yil. 2017. Endi Samarqand darvoza menimcha 15-yil yoki 14-yil qurilganmi? Adashmayapmanmi? Esimda yo'q. Biz uchun bu yangi va zamonaviy va yoshlar boradigan joy hisoblanadi. O'sha yerga chaqirganlar, kino olmoqchiman. Birga olaylik, davay menga yordam berasan deganlar-da. Men endi kino, qanaqa kino yaralishi qanaqa bo'ladi men bilmayman. Xullas bir o'zgacha bo'lgan va o'sha yerda mana nigina ham esda qolarli obrazni yaratganlar. Epizodda chiqqanman. Lekin esda qolarli sahna bo'lganda. To'g'ri. Hozirgi yoshlar tilida buni Vine deyshadi. Endi hozir Vine qilib berilyapti, lekin agar e'tibor beradigan bo'lsak, endi bunaqa sahnalar oldin seriallarda ham, kinolarda ham qilinganda, qaysidir jamiyatdagi bitta obraz olinadi, uni stereotip qilib ko'rsatiladi. Endi oldin Instagramda yoki YouTube'da ko'rsatishmagan-ku buni. Nima qiladi? Serial kinoda ko'rsatishadi. O'sha paytda kinoda biz olib chiqqanmiz mana shu obrazni. Obraz haqida
eslab o'tamiz. Obrazim shu nima deydi, boy oiladan erkatoy katta bo'lgan qiz вот sovchilikka kelishadi. Chiroy yoki aql deganda chiroy. Chiroy. Yanachi desa yana bir marta chiroy deb tanlagan qiz. Albatta. Obraz. Endi Abzal har doim biza kursdosh bo'lganmiz Abdulaziz bilan. Mana har xil ko'yga solib ko'radigan rejissyorlardan biridir. Chunki u meni nimaga qodir ekanligimni, qanaqa mahoratim borligini va nima qila olishimni biladigan inson. Qolipimdagi boshqa bir obrazlarni berib ko'rishga harakat qiladigan rejissyorlardan biri. Shuning uchun men uni juda ham hurmat qilaman bu insonni. Abdulaziz, albatta sizni ham chaqiramiz. Lekin 17-yil kino olgan bo'lsak ham 2014-yili men Abzal akam bilan Ilhom teatriga borganmiz topshirishga. 2014-yili sizlar kirganmisizlar? Yo'q, biza 15 mi? 13. 13 hattoki. 13 da, ha. Hattoki 13. U paytlar dinozavrlarning kallasi turardi. 19 yosh bo'lganman. 2013-yil biz Abdulaziz aka bilan Abzal akam bilan borganmiz Ilhomga. Men ham Ilhomga kirib ketishim sal qolgan. O'zi aslida. Lekin nimadir bo'lib, qo'rquv bo'lganmi, nimadir bo'lgan, kirmaganman Ilhomga-da. Lekin Ilhom teatriga doim borardim. Chaqirardilar Abzal akam, har xil o'sha masterskaya deydi, o'sha workshoplar bo'lardi, ularga borardik. Men o'tda Niginani doim ko'rardim. Ular lekin meni ko'rmasdilar. Okay? No, albatta, Nigina kimsan? Spektaklda bosh rol ijrochisi bo'lgan 2015-16-yillar. Lekin Abzal bizani tanishtirgan-ku. Tanishtirgan. O'shandan biz tanishganmiz va har doim ko'rishganimizda fikr almashardik. Kino borasida, spektakllar borasida, rejissura borasida. Azamda shunaqa bir chirta bor. Har doim qanaqadir yangilik qilishi xohlaydi. Yangilik kiritishi xohlaydi. Men bu nima deydi, ko'rgan kinosi bo'ladimi, yoqtirgan rejissyori bo'ladimi, o'shalarning ishini har doim o'tirib analiz qilinardi-da. Abzal bilan, Azam bilan, men maza qilardim mana shu anaqa nima deydi, gap so'zlardan. 9 yil, 10 yil bo'libdi-da siz bilan tanishligimizga. Wow. Okay, vaqt qarang o'tishini. Shunday, o'sha paytdan beri mana Nigina meni biladilar. Ko'ryapsizmi? Savol. Nimaga rejissura yo'nalishidan ketmadingiz? Chunki ideyalaringiz men bilaman, roliklaringizdan ko'rib turaman. Chunki roliklaringizni ko'pini ideyasini o'zingiz qilasiz. Yana bir brend bilan ishlaysiz. O'sha brendda ham g'oyalarini, roliklarini o'zingiz qilasiz. Shunday. Kino olinadi desa ham bo'ladi. Endi lekin tan olish kerak, baribir men blogerlik ijodim bu kinoshni blog emas, tan olish kerak, baribir tan olish kerak. Mana misol uchun Moment Life bilamiz, endi u kino qo'llanadi. O'shanisi bor. Lekin rejissuraga meni qiziqishim ham mana o'sha katta sahnalar, urush sahnalarini zo'r olish, action, fantastik film, tarixiy film olaman degan narsa bo'lmaganda. O'sha paytda ham moda bo'lardi, kino men sevaman degan odamlar bilan gaplashsangiz, yo'q, nima kino olmoqsan desa, tarixiy kino, Amur Temurni men boshqacha ko'rsataman bo'lardi yoki zo'r baylik bor lekin. Giroy. Mana shunaqada. Endi bu oddiy o'sha, menimcha adashmasam, o'sha sublimatsiya deydi menimcha, ya'ni ichki o'zini men nimalarga qodirman degan narsani chiqarib berishda, u boshqa narsa-da. Endi men u narsalarda kuchli bo'lmaganman ham, rejissuraga meni qiziqishim asosan ma'no bilan, mohiyati bilan bog'liq qiziqishlar bo'lgan. Ya'ni shu dramaturgiya deydimi, o'rtaga tashlanayotgan g'oyalar, savollar, mana shu narsada meni qiziqtirgan doim. Rejissurada ham, kinoda ham. O'shaning uchun blogimda ham kinodan qolgan meros, bu qanaqadir sahnalar, kino sahnalari emas. Kinodan qolgan meros men ko'tarayotgan mavzular o'shaning uchun. Shu sababdan ham meni bloglarimda bu rejissor bola bo'lsa kerak demaydi, uni ko'rib uni xayol kelmaydi hech kimga. Chunki birinchi navbatda men baribir agarda
birinchidan baribir to'laqonli rejissyor emasman, tan olish kerak, albatta. Ikkinchi rejissyor va boshqa qaysidir roliklarda rejissyorlik qilganman, kichkina roliklarda. Lekin baribir ko'proq menga yaqini bu ssenariy navislik, ya'ni baribir asosan men ssenaristman baribir. Ideya. Yo'q, faqat g'oya emas, ssenariy. Ya'ni bunga o'qiganmiz, Yolqin aka To'ychiyevni o'sha yopiq kurslari bo'lgan. Siz ham qatnashganmisiz? 1 yildan oshiq davom etgan, 1,5 yilga yaqin davom etgan. O'sha yerda o'qib, o'rganib, ustoz ko'rganmiz deydi-yu. Bu muhim ekan, chunki u Bu juda ancha ham muhim. o'zgartirgan. Endi Yolqin akani o'zi kinolari bir qanaqadir o'zgacha dunyo, o'zgacha sayyora. Bilasizmi Yolqin aka? Yo'q. Eshitmaganmisiz? Yolqin To'ychiyev. Endi men kino to'g'risini aytsam, Lekin ko'rgansiz kinolarni. Siz ko'rgansiz albatta, Telba. balki Ssenariysini yozganlar Telba. ko'rmaganman, rostdan ko'rmaganman. Janob hech kimmichi? Uni ham ko'rmaganman. Janob hech kimni ssenariysini ular yozganlar. Yolqin aka? Yolqin aka yozgan. O'tov filmi. O'tov filmi. Uni ham ssenarist Yolqin aka, to'g'rimi? Ha, и совместно rejissyorlik ham qilganlar. Ayub akani o'zi emasmi? Ayub aka bilan birgalikda. Men даже Garri Potter ko'rmaganman. Garri Potter ko'rmagan inson albatta. Endichi baxtli inson desa bo'ladi. Nega? Chunki endi ko'rishingiz mumkin. O'shani ham ko'rmaydilar, aylanib ketay bulardan. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q. Yo'q, albatta. Federico Fellini. Men chiqib keta qolay. Shunaqa, yaxshi. Lekin agar nimaga hozir baribir nimaga kino yo'nalishidan ketilmadi degan savol bo'ldi va asosiy savol. U doim shunaqa bo'lar ekan, o'zi yoshlikda qaysidir kasb orzu qilinadi. Doim emas, oxirgi paytlarda mana shunaqa bo'lyapti, oxirgi 40-50 yildami. Qaysidir kasb orzu qilinadi, lekin katta bo'lguncha u kasb eskirishga ulguriladi. Ya'ni, buni oldin ham aytganman, 90-yillar bolalari rock yulduzi bo'laman deb katta bo'ladi va ular youtuberga aylanadi. Uni ko'rgan yoshlar, men katta bo'lsam youtuber bo'laman deb katta bo'lib, vanyer bo'ladi, instagramer. To'g'rimi? Mana shunaqa narsa-da bu. Men ham rejissyor bo'laman, kino olaman deb katta bo'lib, bloger bo'ldim. Chunki men katta bo'lib ulg'ayib, tan olish kerak, tushunishinglar uchun rejissyorlik kasbi o'g'lim, mana 18 ga ham to'lding. Nima kasb tanlaysan? Rejissyorlikmi degan kasb emas-da bu. Shu savolni bermoqchi edim, balki finans. Yo'q, finansdan emas gap. Hayotiy tajriba yo'q. Bu kinoni o'zi yo'q. O'sha nimaga yo'q? Nimaga yo'q? Yo'q, rejissyor bo'lish uchun, yo'q, O'zbekistonda kino nimaga yo'q, bu vaqti boshqa mavzu. Lekin nimaga 18 yoshda rejissyor bo'lish bu ahmoqlik, chunki kino olish rejissyorlik, endi biz albatta mualliflik filmlar haqida gapiramiz hozir. Ya'ni Bayvik kino olish haqida emas. Ya'ni Bayvik kinomi yoki boshqa janrli kino deydi. Uning uchun tayyor ssenariy bor, olib berasiz. Lekin mualliflik filmida endi bu hayotga qanaqadir katta savol tashlanadi, g'oya bilan chiqiladi. O'sha narsa, insonni eng qorong'u ko'chalariga sayohat qilinadi. Uning uchun siz o'zingiz hayotda nimadir ko'rgan bo'lishingiz kerak, tajribangiz bo'lishi kerak-da. Va bu kamida 25 yosh degani, kamida. Albatta istisnolar bor. Xavier Dolanni bilamiz, 18 da boshladi, ya'ni oxirgi zamonaviy rejissyorlardan va hokazo, lekin u haqida emas. Shu hayotiy tajriba orttirgunimcha rejissura yoki kino qanaqadir aktualligini yo'qotgandek bo'ldi. Dunyoda ham, O'zbekistonda ham aktualligini yo'qotmadi, noto'g'ri aytgan bo'laman. O'sha aktualligidan sal pasaydi. Sezdinglarmi? Kino qanaqadir g'oyani o'zi yo'q. G'oya shu endi hamma sezdi bu narsani, o'tmishdan olinib, qayta yangilanib, ssenariy ozgina o'zgartirilyapti yoki trilogiya qilinyapti yoki davomini qilishyapti. Multfilmni kino qilishyapti, yoki multfilmni kino qilishyapti. Bu Gollivuddan boshlandi, hozirgacha davom etyapti bu narsa. Bu ayni haqiqat. Hozirgi kunda balkim endi bilmayman, hozir shunaqa prognozlar ketyapti, endi перезагрузка. Baribir hamma yoqda перезагрузка kerak. Endi bizda ham shu dunyo bo'ylab ozgina karantin paytida tinchlik bo'lib, qanaqadir yengilliklar bo'ldi. Men bu onlayn saytlar, pulli kino ko'rish saytlari hattoki paydo bo'lgan, plashatkalar paydo bo'ldi. Bunga ozgina o'rgatib olishdida, endi nima desam bo'ladi? Odamlar уже ko'chaga chiqib kinoteatrga boraman deganda ozgina to'xtash bo'ldi. Voy bu. Lekin menga qiziq, Shahlo buni qanaqa kuzatilib, ular uchun bu qanaqa sodir bo'ldi? Ya'ni kinodan baribir sal uzoqroq odam sifatida, siz sezdingizmi shu o'zgarishlarni? Ha, buni sezdim. Chunki nimadan sezdim?
Eski bizani bolaligimizdagi определенный materiallar, то есть multfilm bo'ladimi, o'sha Simba multfilmi yoki Krasavitsa и чудовище multfilmi bor. Mana shu multfilm kino qilishdi adashmasam. Men faqat shunaqa narsalardan sezdim, lekin umumiy olganda kino yo'nalishini men o'zim shaxsan yoqtirmayman, chunki buni ta'siri juda ham kuchli odamlarga. Shuning uchun ham o'zimni balki qanaqadir chegaralarim bordir yoki maslahat bermasligim mumkin. Ozgina xarakter slabiyroq bo'lsa, kinoni ta'siri kuchayadi. To'g'ri. Bir tomondan Endi odam rivojlanish protsessida ko'rmasligini men shaxsan maslahat bermagan bo'lardim. Kinonimi? Kinoni. Wow, keskin fikrlar. endi yo'q, men bu fikrga unchalik ham qo'shilmayman. Chunki har bitta kinoni anaqasi nima deydi, boshlanishi bor, kulminatsiyasi bor, tugallanishi bor. Baribir har bitta rejissyor o'zini ideyasini o'tga kiritgan bo'ladi. Har bitta savolga javobini oxirida bergan bo'ladi. Endi bor shunaqa rejissyorlar, shu zritellar ustidan izdivatsiya qiladiganlar. Bu festivalniy rejissyorlar, bu nima desam bo'ladi, mustaqil rejissyorlar. Ayniqsa Lars von Trierga o'xshagan, menimcha ko'pchilik bilmaydi bu rejissyorni. Ko'rishinglarni maslahat beraman. Okay. Yo'q, ayniqsa shunaqa film bor, Танцующая в темноте degan. Hamma filmini ham ko'rish shart emas. Melanxoliya menimcha hamma ko'rgan bu filmni. Bunda baribir nima desam bo'ladi, har bitta kanalda qo'yilgan kinolardan biri. Tavsiya qilaman shu kinoni ko'rishni. Bunga sabr toqat kerak, lekin va nihoyat. Albatta. Kino boshlansa mana. Mana kino, vot. Kino haqida gap ketdi, mana popkorn siz ham boshladingizmi? Lars von Trierni nimaga men gapiryapman, bilasiz? Rejissyori. Lekin men tasavvur qilaman, xonaga ota-ona bitta kirsa bola tam antikristmi yoki dom, который построил Джек Куро deb, nima ko'ryapsan desam, nigina bloger bor, o'sha tavsiya qiluvdi. Endi yo'q, kinoga qiziqadigan odam bu filmlarni ham ko'rish kerak. Ko'rmasa bo'lmaydi. Men hattoki teatr aktrisasi bo'lib, o'zimga bagaj qilib olganman bu narsani. Endi bu meni shaxsiy tavsiyam, meni o'zimning tavsiyam, bu meni o'zimning fikrim. Bu inson meni kumirim. К примеру, Trierni men juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa uni nima desam bo'ladi, shu filmlarini oxirida tashab qo'yadigan savoli. Tugallanmagan. U zritellar o'ziga tashab qo'yadi bu narsani. Как бы o'zinglar anaqa nima deydi, dadumit qilinglar, o'zinglar fikrlanglar deb tashab qo'yadi bu narsani. Adashmasam, von Trier Dostoyevskiyni juda ham sevib o'qiydi va hokazo, shunaqa emasmidi? Aloqasi bormidi? Esimda yo'q. Tarkovskiyni edi. Tarkovskiyni balkim. Nimaga unaqa deyapman? Trier ko'p inson qanchalik qabih, qanchalik vahshiy, qanchalik iflos deydi-ku, bo'lishi mumkinligini va shunaqaligini ko'rsatmoqchi ham bo'ladi. Bemalol ochiq ko'rsatadi. Hech qanaqa romantikasiz. Ya'ni inson zotini ulug'lab emas, mana qaralaring, nimaga botib yotibdi insonni, bemalol ko'rsatadi. Hayot haqiqatini ko'rsatadi-da. Aynan hayotda qanaqa biz bir-birimizga nima deydi, отношение qilamizmi, gaplashamizmi, o'shani boricha ko'rsatadi. Balkim men ilhomda ishlaganim sabab, ilhomdan chiqqanim sabab bu rejissyorga qanaqadir o'zgacha yondashgandirman. Chunki bizda ham shunaqa yo'nalish borki, biza kamerniy teatr bo'lsak ham laboratorniy teatrda biza. Har bitta anaqa ko'yga o'zimizni solib ko'ramiz. Eksperimental, ha. Chegara bor. Qaysi ma'noda chegara bor? Bu miyani chegarasi. Chunki siz miyaga qancha anaqa nima deydi, erkinlik bersangiz, ko'p narsani ko'rsatish mumkin. Faqat mana shu chegara bo'yicha ish tutiladi, lekin ayni haqiqat gapiriladi. Shunday. Va aynan bizani spektakllarda ham ko'p spektakllar tushunarsiz. Lekin ko'ngil xotirjamligi bilan chiqib ketadi. Tushunarsiz emas, endi hamma har xil tushunadi desa bo'ladi mana. Hamma har xil tushunadi va ko'p spektakllar tugallanmagan.
dek ko'rinadi. Yana bu yerda hozir mana spektakllarga o'tdik kinodan, mana misol uchun Ilhom teatrini oladigan bo'lsak, to'g'ri, muayyan g'oyasi bor, g'oyasi bor, pasl dedi, nima demoqchiligi, xabarsi bor-ku, lekin qaysidir spektaklni tushunishni maqsad qilib qo'ymasdan ham borsa bo'ladi demoqchiman. Ya'ni shunchaki o'sha taassurot ostida chiqib ketishni o'zi ham siz o'sha 2 soatni yashab o'tdingiz. Balki tushunmagandirsiz, lekin bu umuman sizga yangi ranglar bergan, yangi emotsiyalar, shuni o'zi sizni olib yashirib silkitadi, keyin qo'yib yuboradi. To'g'ri. Nima bo'ldi o'zi deb qolishingiz ham mumkin. Balki savollarga javob olmagandirsiz va bu totally okay da. Вообще bemalol zo'r. Muammosiz. Yo, noto'g'ri aytdimmi? Yo'q, как бы to'g'ri aytyapsiz bu gapni. Ba'zida spektakldan chiqib ketgan zritellar 2-3 kundan keyin tushunishni boshlashadi. Hattoki shunaqasi Juda ayon bo'ladi. Kimdadir darrov joyida trigger qanaqadir bo'ladi. Hozir juda ham aktual bo'ldi mana shu so'z. Trigger so'zimi? Trigger so'zi. Rejissyorlar haqida mana gap boshladik. Sizni kumiringiz kim? Menimcha Kristofer Nolan. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Nimaga men bunaqa deb o'yladim, bilmayman, lekin Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Birinchi navbatda albatta Yulduz Usmonova. Meni eng katta kumirim. Sanamgina qo'shiqlari bilan, undan tashqari Seriozno, meni ham. hech kimga bermayman sen O'zbekiston. Misol uchun Yulduz Usmonovani hech kimga bermayman sen O'zbekistonni eshitganimda, yo'q Yulduz opa, bu men hech kimga bermayman O'zbekiston. Okey, siz emas deb misol uchun talashgan, o'zim bilan o'zim dialoglar bo'lganda. Toshkent nomer 1 degansiz. Okey, hazil bilan-ku, lekin aytishim kerak, yo'q, Yulduz Usmonova kumirim emas. Oddiy, o'z tushuntirib ketishim kerak menimcha. Baribir. Kesvaramiz, montaj. Okay, no, honestly, why not? Kumir dedingiz, qarang, shu haqida bo'lgan, albatta, kumir bo'lgan, Scorsese, birinchi navbatda Stanley Kubrick o'sha paytda yotib olib ko'rardim. Bor edi. Kubrickmi? Kubrick. Siri, это кто? Rejissyorlar haqida gapirishadi. Endi undan tashqari Kubrickni tushunsa bo'ladi. Nimaga Scorsese? Yo'q, endi Scorsese kinoni shunchalik sevadiki, endi uni muhabbatini ko'rib siz ham mehringiz to'lib toshib ketadi-da. Bunchalik va baribir mana Scorsesening bitta dona Oscari bo'lsa ham, bu yana bir bor isbotlaydiki, Oscar hech nima hal qilmasligini. Albatta. Okey, Eastwoodda 4 ta Oscar bo'lishi mumkin. Mayli, rejissuraga 2 ta bo'lishi mumkin, Scorsese bitta. Lekin Eastwood yomon rejissor emas, lekin u hech qanaqa bir yangilik qilgan rejissor hisoblanmaydi. Hozir novator emas, lekin Scorsese, wow, yangi Gollywooddan tortib hozirgacha oxirgi kinosi hattoki Gulli Oymomoning o'ldirilishi deb tarjima qilinadi. Nima bilmadim, u qotillari, to'g'ri, ya'ni Убийца цветочной луны. Не смотрела. Leonardo DiCaprio bilan chiqdi. Endi DiCaprio deb hamma bordida, "Voy, nima bu?" deb qaytib kelishdi keyin. Uzr, endi DiCaprio deb tushgan bo'lsangiz, endi siz o'zingizlar aybdorsizlar. Lekin kino shunaqa cho'kkan, endi men maza qildim kinodan. Chunki u yerda yana o'sha Fon Trierni qilgan ishini более такой massa uchun qilib chiqarganda, endi Trierni ko'rish kino yezik deydi-ku. Ya'ni kino tili, ya'ni yetkazish tili Fon Trierda juda ham quruq, hech qanaqa souslarsiz beriladi. Hattoki montajda ham kerak bo'lsa, o'zi ularni Dogma 95 bo'lgan-ku, kinoda boricha ko'rsatish degan klubi bo'lganda Fon Trier. Hattoki svet ishlatish mumkin bo'lmagan. Chunki svet yo'q-ku hayotda. Mana biz hozir svet qo'yganmiz-ku. Hayotda yurganingizda svetni tozalab turib, yuzimga to'g'ri tushsin deb dialog qilmaysiz-ku, to'g'rimi? O'shanda boricha olishganda Dogma 95 degan bir klubi bo'lgan. Вот, и mayli, hozir Dogma bo'yicha olmasa ham, lekin baribir shunchalik tabiiylikki quruq chiqadi, quruqda uni. Tushunishingiz uchun tovuq filesi bor-ku, o'zini qaynatib quritiladi-ku, uni sportsmenlar yeydi. Buni olib qarasa go'shtda o'zi, lekin yo'maysiz. Tovuq filesini yo'maysiz. To'g'risi. U mazasiz, lekin tovuq protein. Scorsese ham xuddi shu tovuq filesidan zo'r steak qilib, yoniga sabzavotlar bilan shunaqa chiroyli qilib beradi. Tovuq filesini ham yeysiz, lekin ham mazali. O'zi Scorsese montajlar bilan ko'p eksperimentlar qilardi-da. O'sha paytdan 67 dan boshlangan.
Mana mana keyin o'sha Raging Bullda ham beshinni bekitdi, o'zbekchalar bilmayman nima bo'ladi. U yerda ham o'sha kadrlarni tezlashtirish sahnalari bor. Ularni ko'rib, wow deysizda, qancha ko'p eksperimentlarga ham yengilliklar kiritgan va qo'rqmasdan derskiy повествование deydi, ya'ni endi nima derskiy so'zlab berish tilini tanlaganda. Shu oltin o'rtalikni topgan Scorsese filmlarni sevadi. O'sha ya'ni festivalni deydimi yoki mualliflik filmlar deydimi, hammasini ko'radi, hammasini biladi. Hattoki men Bangladeshli adashmasam, endi baribir hind hisoblanadi millat adashmasam, Satyavach Raymi degan rejissyor bo'lgan. U 50-yillarda. Uni bir trilogiyasi bor. Bitta bolani hayotini ko'rsatadi. Apu, жизнь Apu'mi shunaqa. O'sha rejissyorni ham bilib, sevib ko'rar ekanda, Scorsese. U qat'iy Bangladeshdagi rejissyor bo'lganda o'zi, lekin to'g'ri jahonda tan olingan kuchli rejissyor hisoblanadi baribir. U qishloqda qat'iy qolib ketmagan. Вот, aytmoqchi bo'lganim, Scorsese ularni ham ko'radi. Hamma ko'radigan qilib ham chiqarib beradi, ya'ni hamma biladigan Wolf Wall Street. Hamma ko'ring, hamma bo'ldi, sevib, "Voy, DiCaprio" deyshadi-yu. Ana o'shani Martin Scorsese olgan, tushunasizlarmi, qanaqa rejissyor-da? U kino ham olib bera oladi, kerak bo'lsa. Kinoga bo'lgan munosabatingiz haqida ozgina iltimos gapirib o'tsangiz. Kino 20-asrning eng kuchli o'zi endi propaganda desa bo'ladi yoki ma'lumot tarqatish deydimi, insonlarga ta'sir qiladigan instrument edi. Eng kuchlisi edi. Endi kimdir bu gapga qo'shilmasligi mumkin, lekin bilamizki, mana o'sha 3-Reyxni oladigan bo'lsa ham, natsist Germaniyasida Gitlerning propaganda mashinasi va uni butun strategiyasini ichida kino juda katta rol o'ynagan. Va bu hattoki o'sha kinematografiyani oldinga ham surgan. Zamonaviy kinematografiya o'zi paydo bo'lishi birinchi bo'lib kommersiya bilan doim ham bog'liq bo'lmagan. Asosan bu siyosat bilan bog'liq. 17-yilda ham revolyutsiya, inqilobdan keyin Rossiyada bolsheviklar kelgandan keyin ular o'zining propagandasini ham birinchi bo'lib kino orqali qilishni boshlagan. Asosan. Xuddi shuni keyin 30-yillarda Germaniya qilgan. Bizga keyin kimlarni berdi u? Eisensteinlar mana montajni umuman zamonaviy montajni o'ylab topgan odam-da, misol uchun bundoq qarasa Eisenstein. Endi albatta boshqalarni ismlarini yaxshi bilmayman va bu yerda bilimim chuqur emas, lekin bilamanki, mana shu Germaniya va Rossiyada bo'lgan o'sha 20-30-yillardagi ayni o'sha talab bo'lgan. Shunaqa kino olaylikki, xalqqa tushuntiraylik bo'lgan. Ya'ni o'sha narsa kinoni o'zini oldinga surgan. Keyin u 40-yillarda Gollivudda bu endi keyin kommersiyaga aylanib, unda ham sabab bor. Buyuk depressiya 39-yilga odamlarga nima kerak bo'lgan? Hamma baxtsiz, odamlarga umid kerak bo'lgan. Charlie Chaplin chiqqan masalan ko'rsatib beraman. Mana marhamat bo'lganda. 39 uzr adashtirdim, kechirasizlar. Boshqa yillarda nima deysiz? Nimoy film chiqqan, keyin уже so'zli anaqa film chiqqan. Keyin yo'q keturgan. Kino u paytda monopoliya edi. Mana shu kuchli insonga ta'sir qiluvchi ma'lumot formasi sifatida o'sha spektakl, hattoki teatr ham nima bo'ladi endi deb qolgan paytlari bo'lishgan. Endi odamlar o'ylagan teatr endi yo'qolib ketadi deb. Yoki kitobdan ham kuchli, misol uchun chiqib kelgan. O'sha paytda 20-asr eng mashhur yozuvchilari boyishi boshlagan. Chunki ularning kitoblari endi oldin ham o'ziga to'q bo'lgan, millioner bo'lib ketishni boshlagan, chunki ularning kitoblarini endi ekranizatsiya qilishgan. Fitzgerald, Hemingwaylar, anaqaga Remarklar, вообще super rock zvizda bo'lganda ular u paytda. Ya'ni kitob turib endi kinoga o'tib ketdi o'sha paytda. Kino bo'ldi, keyin televideniya chiqdi. Keyin serial davri keldi. Serial davri chiqib kelgandan keyin Gollivud o'lishni boshladi. O'zi mana o'lmadi, yangi davrga o'tishga majbur bo'ldi. Bu kino chiqadi, keyin teatr, всё. Keyin televideniyada seriallar boshqalar o'rnini egallash boshlagandan keyin Gollivud yangi narsa o'ylab topishga majbur bo'lgan keyin. Bu hammasi yaxshi, lekin internet paydo bo'lib, keyin hozir ijtimoiy tarmoqlar bo'lgandan keyin kino ma'lumot tarqatishdagi bozor ulushini, katta ulushini ancha yo'qotdi. Hali ham bor kino kerak, kino zo'r. Lekin endi bu katta pirogni eng katta qismini o'ziga egallab olmayapti-da, chunki asosan odamlar nimada o'tiribdi hozir? Instagram, internet, YouTube. Shu o'shalar bilan hozir kurashishga, o'shalar bilan raqobatlashishga majbur bo'lyapti kino. Shunday zamon talabi. Balki o'shaning uchun ham hozir ideya yo'q deyotgandirsizlar. Ya ideyada emas, menimcha. Saviya?
chunki hozirgi paytda menimcha yana bilmadim endi to'g'rimi noto'g'rimi statistika bo'yicha insonlar shunchalik dangasalashib ketyaptiki hattoki 1 daqiqadan ko'p rolik ko'rish yoki tam video ko'rish anaqa nima deydi miya shunaqa formatini beryaptiki защитный reaksiya yoqib yoki diqqatni qayergadir boshqa joyga olib boryapti yoki просто mana sen aytganingdek uxlab qolyapti. Bo'ldi. Hozir kinoga hattoki anaqa moyillik ham qolmadi-da. Odam kino ko'rish uchun alohida vaqt ajratish kerak. Alohida vaqt ajratish kerak. Qanaqadir rituallarni qilib, uxlamaslik uchun u kinoni mana popkorn olib ko'rish kerak bo'ladi yoki bilmayman. Shunaqa. Shunday. Vaqtni ajratish kerak. Vaqt bor. Mana serialga bor. Serialga bor. Mana serial hamda 2,5 soatlik kino deylik-da. Xo'p. Lekin serialni bitta qismi tugadimi, keyingi qismini agar sizda dostuph bo'lsa, o'shani ko'rishga harakat qilishadi. Lekin kino boshlanishi bilan 15-daqiqasida yoki 20-daqiqasida odam uxlab qoladi. Kino bilan serial farqi, har safar siz yangi kino ko'rganingizda u dunyoga yengitdan sho'ng'aysizda, bu stress. Chunki kim bular? Bir-biriga kim, qaysi dunyo, nima o'zi, kerakmi menga? muammosi nima bularni yengitdan bilishingiz kerak. Serial endi mana comfort show degan so'z bor ingliz tilida paydo bo'ldi, oxirgi paytlarda mashhur bo'ldi shu ibora. Ya'ni komfort seriali. Ya'ni sizga komfort beradigan serial. Rostdan shunaqa narsa bor. Hammamiz kechqurun uyga kelgandan keyin xolodilnikni ochamiz, nimadir olib, o'zimizga nimadir tayyorlab o'tirib yeymiz, ramen yeymiz yoki narsalar, to'g'rimi? O'sha paytda kimdir YouTube ko'radi yoki kimdir serial qo'yib qo'yadi. O'zini, chunki u serial sizga hamma hayot tashvishlarini unutishga yordam beradi. U beg'ubor qanaqadir syujet bo'lishi mumkin, sizga yoqadigan davri bo'lishi mumkin. Maza qilib o'sha sizga tanish o'sha qahramonlar bilan yana bir marta uchrashasiz-da. U xuddi o'rtoqlar bilan uchrashgandek bo'lasiz menimcha. Yengillikda, to'g'rimi? Qabul qilish yengil. Balkim. Shunday. Endi hamma har xil narsani nima deydi, qabul qiladi. Hamma har xil yo'nalishda, janrda anaqa nima deydi, filmlar, seriallar ko'rishni yaxshi ko'radi. Endi to'g'risi o'zidan kelib chiqqan holda bu narsa hammasi bo'ladi. Shunday ba'zi savol hali ham ochiq agar qolgan bo'lsa, aniq qilib aytishim mumkin. Mana bu kinolar hali ham nimaga qaytmayapman. Endi bir o'z tushunish kerakki, hali biz orada suhbat bo'ldi. Men bu filmlar haqida gapirayotganim, bu meni yaxshi rejissyor qilib qo'ymaydi-da. Bu prosta kino sevadigan odam. Bo'ldi. U bunaqa odamlar bizda juda ham ko'p. Yaxshi hamki. Balki 50 mingtadir O'zbekistonda bunaqa odam. 10 mingtadir-da. Bu zo'r, bu yaxshi. Ya'ni filmni haqiqatan sevadi, kino tarixini ozmi ko'pmi biladi. Rejissyor endi u boshqa narsa. Hamma kino sevar ham rejissyor bo'lib keta olmaydi. Hamma ham Tarantino emas-da. Tarantino ana shundan chiqqanda, kino prokatda ishlaganda-yu Tarantino. O'qimagan hattoki. Shunday. Вот. Tarantino dunyodagi birinchi kino ChatGPT'sida, ya'ni ChatGPT qanaqa ishlaydi? Ya'ni sun'iy intellekt. Unga ma'lumot yedirasiz, fayllarni berasiz, hammasini yeydi-da, keyin so'rasangiz chiqarib beradi. Yoki misol uchun kinolarni yedirib olganingizdan keyin misol uchun hamma kino ko'r ChatGPT ko'rsatib, keyin endi menga ssenariy yozib bersangiz, shu ko'rgan kinolardan kelib chiqib kino yozib, ssenariy yozib beradi-yu. Zo'r taqqoslash bo'ldi. Tarantino xuddi shunaqa qilganda, Tarantino B klass filmlarni sotgan, asosan ko'rgan va prokatga bergan. Ya'ni bu arzon, bu mag'ur, munoq pichoq qilsa qon chiqib ketadi-yu. O'sha kinolarni ko'rganda-yu, hammasini yegan, yeb ko'rib, yeb deganim iste'mol qilib, keyin o'zidan unikal mahsulotlar chiqarishni boshlagan. U o'shancha Tarantino-da. Вот, nima demoqchiman? Hozirgi davrda kino mana bunaqa ahvolda. Men o'zim asosiy maqsadim O'zbekiston zo'r davr deyman-da. Hozir O'zbekistonda kurashish uchun yoki hayotda bir katta maqsad yoki ma'no topish uchun zo'r davr O'zbekiston. Есть за что бороться deydi-ku. Nimadir uchun kurashishga sabablari ko'p, muammolar juda ko'p jamiyatda. Hatto O'zbekistonliklar o'ylashi mumkin, o'zi shu-ku, yo'q, hamma davlat unaqa emas. Skandinaviyaga borsangiz,
tinch, hamma muammolar hal qilingan, deb maza qilib jim yurishadi. Norvegiyada, Daniyada, Yevropada ko'rdik. to'g'ri. Shvetsiyada immigratsiya bilan ozgincha muammolar bo'lib, sal g'imillab qolgandir. Lekin Finlandiya, Daniya, Gollandiyani olsangiz, vashi tinch. To'g'ri, yaqinda Amsterdamda ozgincha janjal bo'ldi, lekin u yerda immigrantlar bo'yicha muammo-ku. Mayli. Aytmoqchi bo'lganim, ko'p urushlar, ko'p kurashlar yutib bo'lingan. O'zbekistonda oldinda hal qiladigan ish ko'p. Va buni ham bir oldin o'zi aytardim. Silicon Valleyda, ya'ni Kremniy vodiysi, IT markaz bor dunyoni. O'sha hamma Google, Facebooklar o'tiradigan joyda gap bor, mashhur gap. Ya'ni biz dunyoni yaxshi tarafga o'zgartiramiz, deydi-da. O'zi bu mashhur slogan. Endi uni u aytishniklar, milliarderlar o'zi yig'ilganda o'zaro choyxonada deydi. Uni davomi bor sloganni. Biz dunyoni yaxshi tarafga o'zgartiramiz, lekin u ishni men qilishim kerak degan davomi bor buni. Ya'ni hamma dunyoni yaxshi tarafga o'zgartirgisi keladi, lekin u ishni o'zi qilgisi keladi. Bu tabiiy, bu normal narsa. Endi mana buni men hozir tan olib aytaman, lekin bu degani voy azam shunaqa iplos ekan degani emas. Masalaga to'g'risini aytolman xolos. Okay? Qolganlar aytmasligi mumkin-da. Tan olish kerak. Albatta, men ham o'zim shaxsan dunyoni yaxshi tarafga o'zgartirgim keladi. Va 18 yoshimda, 22 yoshimda buni men kino orqali ko'rganman. Hozir bo'lsa kino kuchli instrument emasligi uchun men bu narsani hozir Instagramda, YouTube'da ko'raman. Sababi shu. Lekin xuddi o'sha o'zim qo'ygan maqsadlar odamlarga shu nima deydi, kengroq fikrlash, yoshlarga asosan endi o'sha paytda hozir ularga ham gapirib bo'lmaydigan bo'lib ketdi o'zi endi hozir. Nimadir desa shuni olib yoqangizga yopishtiradi. Mayli. To'g'ri. Mayli, kino haqida qancha ko'p gaplashdik, qancha gaplashsak ham shuncha kam. Yana gaplashaylik. Okay. Adam siz bilan gaplashganimizda sovg'a haqida. Yo'q, men hali savollarni tugatmadik-ku, to'g'rimi? Bormi savollar? Bor. Menda alohida savol bor. Bo'pti. Jim o'tirganingiz. Yo'q, endi men sizlarni eshityapman, chunki bu kino yo'nalish menga unaqa jabr yaqin yo'nalish emas. Men ko'proq multfilm ko'raman. Shu menga yoqadigan yo'nalish yoki kitob o'qiyman. Kinolarni saralab yoki to'g'ri kelganini ko'rishim mumkin. Или shu eskini просто nima deydi, yangilangan versiyasini ko'rishim mumkin. Kino fanat emasman. O'shaning uchun hozir endi suhbatinglarni eshitdim. O'sha yakuniy nimaga именно rejissyorlikdan chiqib hozirgi blogingga o'tganingizda men savolga javob oldim. Endi kinoni muammosi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, hozirgi davrda balki qanaqadir pastga tushgandir yo tepaga chiqqandir, men kuzatmaganim uchun unchalik yaxshi bilmayman, lekin yengili yo'ligini bilaman, chunki eski narsalarni уже qayta qilinyaptimi, значит yangi narsa yo'q, tushunishim bo'yicha. Lekin meni как бы bu narsaga muammoga yechimim bo'lmagani uchun men unga aralasha olmayman. Yechimim bo'lsa aralashardim. Men bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak deb o'tirardim. Menda yo'q u narsa, chunki ichiga kirib ko'rmaganman, kamchiligini bilmayman, muammoni bilmayman. Men biladigan narsa bizda O'zbekistonda определенный agentstvalar yo'q. Kino bilan ishlaydigan, aktyor, aktrisalar bilan ishlaydigan, gonorar misol uchun. Yo'q, bor. Shakllanyapti. Bor. No, endi men bilmayman uni. To'g'ri. Bo'lsa ham endi yangidir balki yoki endi siz aytayotganingiz bu productionlar. Production casting agentstvalar bor. Casting agentstvalar yo'q, gonorar shu juda pastligini bilaman deyman. Gonorar bozor belgilaydi buni. Tushunami? Albatta, nima qilasiz? Bizda aktyorlar gildiyasi yo'q-ku, unaqa buni tartibga soladigan. Shu o'shani aytmoqman. Unaqa narsalar balki vaqt kerakdir, balki o'sha davrga chiqilar. Oldin bo'lgan orada balki yo'qdir. O'sha yangilanadigan balki davrda o'tilar. U narsani men to'g'risi bilmaganim uchun hozir endi sizlarni eshitib informatsiya olib o'tiribman. Именно blogging bo'yicha siz shu bloggingga kirdingiz, kuzatishim bo'yicha omadli kirdingiz. То есть shu men endi tushundim. Bu blogging bazasida baribir shu rejissyorstvo bor ekan, yaxshigina rol o'ynar ekan u narsa. Lekin bitta savolim bor. Mana shu storieslar yozasiz, nimaga yurib yozasiz? Yaxshi savol. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shunaqa blogging shunaqa turida, ya'ni qaysidir kuzatuv deydi-yu, hayotni nimadir kuzatdingiz, shu voqeani aytib beryapsiz. Yoki uni stories ko'rinishi yoki video ko'rinishda bo'lishi mumkin. Kuzatuvlar. Shuni asosan qayerda qilishadi? Mashinada o'tirib olishadi yoki ketayotganda qo'yib qo'yadi. Odamlar hayronsan. Mana hozir kirmoqman-da mana do'konga. Kassir totdi deydi, men haydab orada gapirib ketadi, to'g'rimi? Xuddi shu narsa. Faqat meni mashinam yo'q.
ana Qayerda yuraman? Ko'chada yuraman-da. Farq shunda. ertaga mashinali bo'lsa mashinadan oladi. Men prosta nimaga bu savolni berdim? Har safar shuni ko'raman, sezdim shu yurasiz. Men o'yladim, anu fikr yig'ib olish uchun balki yurasiz. Albatta bu ham. Chunki har xil odamlar bor. Meni o'zimda, misol uchun, fikrimni bitta joyga jamlash uchun yoki ishlab o'tirganimda bu ideyaga filtrovать qilish uchun balki u kim bilan gaplasha olmasam, nimadir instrument bor demoqchiman-da. Balki sizda shu Shunday. Xuddi to'ppa-to'g'ri. Uydagilar ham biladi, agar telefon orqali muhim qanaqa suhbatlar bo'lsa, emotsiyaga boy suhbatlar bo'lsa, uzoq hozir o'rtog'im bilan gaplashsam, men hech qachon o'tirib gaplashmayman. Mana shu aylanaman, xonada aylanib yuraveraman, borib. Shunaqa to'ppa-to'g'ri. O'zi intuitivni menimcha inson kimdir bilan gaplashayotgan bo'lsa, nimanidir tegib, unda sochini o'ynab, böyle o'zi yurib, bu menimcha mashinaga gaplashsa, yarim soat. telefonni olmaydi-da o'sha keyin. Yo'q, telefon qilgan odam ko'rsa, вообще telefon qilmaydi boshqa. Keyin bo'ldi tushundim. Shu o'ylaganim to'g'ri chiqdi. Menga qiziq bo'ladi u narsa. Yana bitta savol, kommentariya bo'yicha. То есть kommentatorlar misol uchun. Stories ko'rdim adashmasam, qaysidir videoyingizga izohlar yozilgan. Siz negativ ko'payganmi, men bilmayman. Shunga fikr berdingiz. Sarimsoq bo'lsa kerak. Yo'q, sarimsoq bo'yicha emas. Bu Rasul Kusherbayev kanalida podkast chiqqanda o'shantagidagi izohlar. Xuddi shunday. Chunki izoh bo'yicha meni o'zimning alohida fikrim bor. Misol uchun men o'zim izoh yozmayman. То есть men izoh yozadiganlar Yozib ko'ring, maza ishonasizmi? Negativ asosan. Izoh yozadiganlar qatoriga kirmayman. Shu podkastni boshlaganimizda ham men endi nima deydi, kadr oldidagi odam hisoblanmaganim uchun menga bu yangi eksperiment. Men shu 2009-yildan beri media sohasida ishlagan bo'lsam, men doim kadr orqasida ishlaganman. Biz ko'rinmaymiz odamlarga. Endi hozir bu kommentariya trendga chiqdi, men tushunishim bo'yicha. To'g'ri yozadigan bor, o'zini ochuv stranitsasida, levoy stranitsa qanaqadir nima deydi, to'dani yo'nalishiga o'xshaydi. Kuzatsam shu, mana misol uchun kommentariyaga kiryapman, любой post kommentariyasiga kiryapman. O'ta ko'pchilik odamlar kommentariya uchun kirgan. O'sha odamlar nima deyapti? O'shani davom ettirmoqchi kirib. Kimdir ustidan kulyapti, kirib dalisha u ham. Yoki like bosadi yoki qo'shimchasiga поддержка qiladi. Lekin o'sha odamni o'zini ko'rsa, u yuziga gapirmaydi u narsa. Bu hech qachon bunaqa bo'lmagan. Shunaqa. Endi xo'p, mana kommentariy yozilyapti. Endi men oldingi YouTube videoyimizga kommentariyalarni bular menga aytdilar. Shunaqa kibr yoki yana nimadir. Endi bilmayman. Endi u kommentariy yozadigan odamni dunyosi deb hisoblayman men bu narsani. Endi har kim o'zidan kelib chiqqan holda, chunki hamma dunyoni o'zini ko'zi bilan ko'radi, o'zini beshta chuvstvasi bilan his qiladi. Men misol uchun dunyoni qiyin yashash yoki tam постоянно problema, qiyin, men pul topa olmayman, u bu deydigan bo'lsam, meni hayotim shunaqa bo'ladi. Albatta, to'g'ri. Endi o'zi lekin izohlar va kommentariyalarni o'zi asl maqsadi o'zi muloqot edi. O'zi shunaqa edi. Chiqib ketdi menimcha hozir. To'g'ri. Kirib shu endi ommani fikrini boshqarish, boshidagi 10-15 ta kommentariy ko'p narsani hal qilar ekan. Men tushunishim bo'yicha, kuzatishlarim bo'yicha endi. O'shaning uchun men hali o'zimni unaqa immunitetim yaxshi deb hisoblamayman. O'shaning uchun kirib o'qimadim, to'g'risi kommentariyalarni. Endi sizni shu storiesizni ko'rib, kommentariyaga bo'lgan fikringizni ko'rib, men endi shuni so'ramoqchiman sizdan. Sizning fikringiz? To'g'risi bu men uchun yangilik, yangi bir qanaqadir voqelik bo'ldi men uchun. Ochig'i men O'zbekistondagi tan olish kerak, turli qatlamlar bor. Ijtimoiy kelib chiqishidan, regional, moliyaviy, etnik hattoki kerak bo'lsa-da, lekin bunaqa katta guruh borligini ochig'i va u guruh qanday ekanligi portretidan xabarim yo'q ekan. Rasul akani auditoriyasini yaxshi bilmas ekanman ochig'i. Va men uchun bu shok bo'ldi. Aynan negativ ma'noda emas. Wow, shunaqa butun boshli guruh odamlar bormi deb qoldim-da. Endi shunaqa negativ kelyapti. Endi asos o'tda unaqa deyarli kuchli asos yo'q-da. Negativga. Asos qanaqa? Bu bola kitob o'qimaydimi
yoki nimaga bu yosh bola olib kelding yoki nimaga dada gapirmayapti bu aytsin gapirsin degan narsalar bo'ldi. Ya'ni ular mendan kutgan gap erkak uyda xo'jayin aytgani bo'lishi kerak bo'ldi degan gapni aniq aytishim kerak edi. Men uylanmaganman, u gapni men qat'iy aytaman. Men faqat AQShdagi so'rovnoma natijasi qanaqa edi, u yerda eksperiment nima bo'lgan, hozir oila instituti qaysi darajaga keldi. Men statistikalar bo'yicha teoriya tomondan o'qiganim, bilganimni aytaman, lekin o'zi hayot qanaqaligini rasulga o'zi aytib bersalar bo'lardi. Misol uchun, men unga da'vo qilmayapti deyman-da, nimagadir shunaqa bo'lib ketdi. Men vashsha hayronman, nima bo'pti dedim. Lekin bo'sh kelmadim. Davay dedim, Telegram, Instagramda bu kirlaring, podkastni ko'rlaringda yozlaringiz dedim. Bu to'g'rilab oldi, balans qoldi lekin. Nima deyapsiz? Kuchli yoki. Nimagaki, birinchi prezidentimiz Islom Karimovning gaplarida g'oyaga qarshi g'oya bilan, zalolatga qarshi nima bilan edi? Bilan kurashiladi. Yaxshi narsa bilan edi. Shunday. O'tda tema adashmasam gender tengligimi? Gender. Adashidi. Men gender tengligi haqida gaplashgani bormudimda. Nima haqida gaplashgan? O'zi o'sha protsessda bordingiz. Hop, bu hech bir shu mavzudan chiqa olmadi-da, tavba. Gender tengligi haqida men bo'ldi gapirmay qo'yganman. Bo'ldi. Boshida to'g'ri ko'p gapirardim. Men hozir tushundimki, bo'ldi. U ko'p aralashishim kerak emas. Uylanib oling keyin. Chunki menga shopirlar aytganda, ukam, sen o'zing mashina haydasang, keyin bilasan deyshganda. Ya'ni men yo'lovchilar, haydovchilar haqida gapiraman, lekin shopir bo'lgan keyin bilasan deyshadi menga. Xo'p, okey. Xuddi shunaqa, oldin uylaning, keyin bilaman. Ungacha mahmadanalik qilmayman. Yo'q, prosta imенно shu situatsiyadan keyin borganingiz uchun men ham shunaqa deb tushundim. Shu narsa to'g'risida fikr almashishga bordingiz deb o'yladim. Chunki olovli joyga tushadigan odatingiz bor-ku. Shunaqa. Shu. Ha, men ko'rsatuvda ko'rdim bu narsani. Azam boshlovchilik qiladi. Milliy TVda. Milliyda gaplashmasak bo'lmaydi-da. Birinchi marta ekspert sifatida emas, mehmon sifatida bordim. Xalq vakili. Albatta. Bitta fikr tashadim, o'shani oxirigacha yetkazib bera olmadim. Yo'q qilib tashashdi lekin. Nima mavzu edi o'zi? Gender tengligi zamonida gastroturizm. Gastroturizm haqida edi mavzu. Men odamchalarimni filtr qilib yugurib bir-biriga urilib chiqdi hozir. Gastroturizm haqida edi. Bechora Chorsu bozori, ovqat bozorini shunaqa endi bu boshidan olib u boshiga otib borib. Bitta savolda, mana o'sha krugga yig'ilasizlar deylik. O'sha Dom2ni stolini atrofiga yig'ilasizlar deylik. Okey. Yig'ilasizlar, fikr tashaladi o'rtaga, muammo deylik-da yoki bitta tema tashaladi deylik. Fikr almashilindi deylik. Bu yechim beriladimi yoki faqat жаловаться qiladi, faqat yomon, faqat birinchi aytishim kerakki, bu u ko'rsatuv emas, unaqa ko'rsatuv emas bu. Siz mana bildim, misol uchun Malaxov bo'lardi, Puz говорят yoki Amirxon shu. Bu unaqa ko'rsatuv emas. Bu boshqa ko'rsatuv, boshqacha ko'rsatuv. Bu siyosiy ijtimoiy ko'rsatuv. Qanaqa nimaga keltirish mumkin? Alternativa edi. AQShda bor u yoki Yevropada bo'ladi unaqa ko'rsatuvlar. Darajasi. Biz 15 yoshli Nafisa homiladorlik haqida gaplashmaymiz-da. Bo'ldi. Biz misol uchun deylik homila paytidagi tekshiruvlardan o'tmayotgan ayollarni misol uchun-da, o'sha yoki qarindoshlar orasidagi deylik nikohdan tug'iladigan bolalar bo'yicha statistika qanaqa, bun bo'yicha onalar qayerga murojaat qilish kerak? O'sha haqida bo'lishi mumkin. Bu hozir eng jamiyat, eng ijtimoiy doma, lekin siyosiy mavzular biz misol uchun Markaziy Osiyo geosiyosati haqida 2 marta kurs o'qiymiz. Qo'shnilarimiz haqida bu shunaqada, misol biz shunaqa narsalarga gaplashamiz. Yoki Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish bo'yicha istiqbollar haqida 2 marta kurs o'qiymiz. Biz shunaqa mavzularni ko'taramiz. Sun'iy intellekt haqida, gen muhandisligi, gen injeneriya haqida o'tgan safar kurs o'qildik. Sizdan mana siz keldik, shundan keyin bitta oldin kurs o'sha edi bizda. To есть biz asosan shunaqa kurs bilan ko'taramiz mavzularni. Unaqa emas.
Ha, bo'ldi, tushundim. Uylariga kirmaymiz. Berilayotgan messenjlar, berilayotgan messenjlar xullas kerakli. Yo, messenj emas. Biz yechim taklif qilamiz, chunki biz har doim muammoni hal gaplashmaymiz. Biz muhokama qilamiz. Holat qanday, nimalarni o'zgartirish kerak bo'lishi mumkin va bunda jahon savdo tashkilotiga qo'shilsa nima o'zgaradi? Biznesmenlar nimani kutish kerak? Soliq tizimida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Hech qayerda muammo yo'q. Biz nimalar bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Biz bilib olishimiz kerak. Demak, tabiiyki, o'ta yechim ham yo'q o'zi, muammo bo'lmagandan keyin. Endi Tushunarli. bu tashalgan mavzuni kim qanaqa qabul qilishiga bog'liq. Chunki men borgan ko'rsatuvda, men borgan mavzuda o'ta yosh kattalar sal skepticheski deydimi, agressiya bilan qabul qilishdi. Gastroturizmi o'sha yerda berilayotgan, gapirilayotgan gaplarga yosh katta deymiz dodalar Rostdan ham 60 yoshli erkak gapirayotganda ayol kishi nima gapiryapti? Degan fikrda ularda tushunasizmi? Yana o'sha mavzuga qaytdik lekin. yoki Yo'q, u mavzuyimiz emas edi. U odamlar o'zini shunaqa tutadi, ya'ni ular o'zi bu yosh bolalar nimani gapiryapti deb bir-birlari ayol kishi men bilan gaplashyaptimi degan narsa bo'ldi ularda. Bu juda ham qattiq udar bo'ldi savidushilariga. Azammi? Bechora, men bu yerda ishlasam bo'ladimi deb turibdilar o'zlari ham. O'sha siqildim lekin orada nigini qarab qo'ydim. Tuzumisiz deb. Men yana ikkita anaqani dodani orasida o'tiribman deb. Oldimga osh qo'yib qo'yishgan. Uzr. Salfetka. Kechirasiz. Salfetka olman. Sizga tushdimi? Yo'q, tushmadi. Uzr. O, salfetka qattiq oldingiz? Qayerda? Bilmadim. Oyim. Yaxshimi hammasi? Suv tiqildi. U Kechiring. aytib o'tishim kerak, hazilingiz unaqa zo'r bo'lmadi. Voy, suvga tiqildim prosta. Anonsga mana shuni qo'yib yuboramiz. Okay. Yo'q, men prosta televideniyada bir yil ishlaganman-da, o'shaning uchun. Qaysi kanal? Aytavering, mayli. Milliy TV. Milliy TVda zo'r, tabriklayman, ajoyib. Juda ham bilasizmi? Zo'r atmosferasi bo'yicha ham, komanda jamoa va lokatsiyasi ham. Shevchenko ko'chasida o'ylab ko'ring-da bir. Misol uchun. Chida bo'lmaydi. Menimcha hamma ishxonam shu territoriyada bo'lgan. Albatta, siz hech qayerga uzoqlashmaysiz. Markaziy ekansiz-da, polni. Yaxshi-yu. Markaziy qiz. Mayli, shuncha gaplashdik. Vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun mahal bo'lib qoldi. Shuning uchun gaplashganimizda sovg'a haqida gaplashgandim. Siz bilan bizda shunaqa an'ana bor. Podkastimizda kelgan mehmon bizga o'zini yuragidan shunday qilib uzib olib keladigan sovg'asi bo'lishi kerak. Bor shunaqasi. Olib keldim. Biz o'tgan yili, aynan noyabr oyi edi. Yaponiyaga bordik. Yaponiyaga borganda men doim qaysi davlatga borsam ham hamma turistlar boradigan boshqa narsalarni ham ko'rish yaxshi, zo'r, u ham, lekin undan tashqari bu o'zi shu xalqqa o'zini narsasi nima ekan deyman-da, o'ziniki. Yana ichkari kirgim keladi. O'ylab qoldim. Mana bizda Sherali Jo'rayev bo'lgan, yoki mana Azimulla Xonov deydi, yoki Muhiddin Xoliqovlar, o'zimizni ham kerak bo'lsa, qaysi joyda maqom yoki bir milliy, bu estrada hammi bilmagan nima deyiladi, aynan o'sha yo'nalishlarda qo'shiq aytishganda, ham daraxtimni o'sha olib quchoqlab oqar suvi oldida tegirmonning charxpalagi orqada kimdir o'ynab yuribdi, aylansin. Plus 3 razmer kastimda bo'ladi. O'sha narsasi bormikan Yaponiyada deb men misol uchun menga shu qiziq edi. Topdim. Shunaqa guruh bor. Pinkara Brothers deb, endi Pinkara og'a inilari deydimi, mana shunday desa ham bo'ladi. Hozir bir daqiqa. Va ularni bular o'zi endi 3 ta bo'lgan, keyin 2 ta qolgan, xullas endi davr bo'lganda 60-70-yillarda Yaponiyada mashhur bo'lgan, katta hitlari bo'lgan va o'shalarni bir plastinkasi, bu retro plastinka, ya'ni o'sha paytdagi plastinka, bu qaytadan chiqarilmagan. Ya'ni o'sha paytda galsoligini sevdim lekin. Nima deyapsiz? 60-yillik bu.
Yili qani men topsam aytaman-da. 73-yil. 73-yil. Ehtiyot qilasizlar. Mana ko'rishinglar mumkin bu yerda ham o'sha o'zimizning qora ko'zlarga o'xshaydi-da. Ha, kostyumlarni kiyib olganlar, mo'ylovlarni qo'yib olib. Chida bo'lmaydi. O'zbeklar bor ekan. O'zbeklar bor ekan Yaponiyada. Undan tashqari esingizmi oldin montaj, Photoshop deydimi, afishalar bir John bir boshqacha bo'lardi-yu. Mana. Ana. Tars olib yopishtirib qo'yishgan, kesib. Ey, go'zal. Ko'zlari asal. Shuni turishganda. Yaponiyada ham shunaqa bo'lgan ekanda. 73-yil. Ha, boshqacha. Salkam 50 yillik plastinka ekanda. Shunday. Shuni mana Salkam sizlarga emas, o'sha 50 dan oshgan. 51. 51. Yo'q. 51 emas, 71. Yo'q, 71-yil. yosh. 41 yosh. Yo'q, 73 50 dan oshuv bo'ladi. 51 bo'ladi, aylanib ketay. Mana onam 50 dan oshganlar beringlar. What? Albatta. 2024-yilmi hozir? Siz 2004-yil deb o'yladingiz. Matematikadan o'qimaganingiz shu yerdan bilinib qoldi. Men futbolchilardan hozir andaza olyotgandim-da. 73-yilga futbolchilar 40 nechidir desam, rostdan ham Beckham 39 yosh hozir. Necha? 39. 49. 49. Nima qilyapsiz? Xohlamayaptilar katta bo'lishni. Keyingi mehmon bizga anaqa nima deydi? Plastinkani qo'yish. Mana birinchisi. Gramofonmi? Nima deylardi? Kelish kerak. Patefonmi? Patefonmi? Gramofon mana bu. O'shanaqa o'sha karnay bo'ladi-da o'zim. Elektr toksiz ishlaydi desam gramofon. Ha. Men hozir yurakdan yulib tashlab ketishingiz kerak bo'ladi. Hozir yulib olib keldingiz yurakdan. Albatta, buni bergim kelmadi. Masala bilan o'zim qolaman ishlarni. O'zimiz sovg'a qilaman. Bizning yana bitta sovg'amiz. Rahmat. Endi bizda bilit savollar bor. Okay. Tez o'ylamasdan, takoy shiv qilib. Nahorga toshgan oshi. Albatta. Qaysi osh yoqtirasiz deydi? Okay, Lars von Trier, Stanley Kubrick. Kubrick. Stanley Kubrick, Christopher Nolan. Kubrick. Aha, Kubrick, Woody Allen. Ya, Woody Allen gap yo'q. Kubrick lekin. Okay, Kubrick, Scorsese. Tan olish kerak. Men uchun-ku bu. Scorsese. Albatta. Aha, Scorsese или Francis Ford Coppola? Scorsese chalik stabil karyerasi bo'lmaganda, afsuski Coppola shuning uchun Scorsese. Okay. Shuhrat Abbasov yoki Scorsese? Scorsese Shuhrat Abbosov hamma kinosini ko'rmaganman, 3 ta kinosini ko'rgan bo'lishi mumkin. Uzr. Tan olish kerak. Всё, bo'ldi, понятно. Toshkent oshimi yoki Buxoro oshimi nima deding? Toshkent oshi. Shunday. Rahmat chaqirganingizga, ajoyib suhbat bo'ldi. Yana shu qatga borsam baribir kinoni tiqishtirib kelaman de, baribir. Shunday bo'ldi. Yo'q, endi siz alohida aytganingizdan keyin nima qilish kerak endi? Telefon qilganimda, nega men kino haqida gapirganda borsam, boraman, bo'lmasa bormayman deb. Bo'xton. bo'ldi. Bo'xton. Hazillashaman. O'zim xohlagandim shu aynan Azam bilan. Boshqatdan tanishdim men lekin. Ha, ko'pchilik boshqatdan tanishishni xohlagan edim. Chunki Azamni shu ingliz tili o'qituvchisi deb bilishadi-da. Xuddi kim faqat ingliz tili buni bu insonni hayoti va mazmuni deb o'ylashadi, lekin bunaqa emas. Ingliz tilida kino ko'rishim uchun o'rganganman. Unga emas, Va Xudo xohlasa, albatta, kinolaringizga kim bilsin. Всякое бывает, deyishadi, всякое бывает в этой жизни, так что гарантияsi yo'q, никогда не говори никогда. Shuning uchun Xudo xohlasa, albatta kinolaringizga kinoteatrga tushib ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Albatta bo'sh rollarda men bo'lishim nasib qilsin. Rahmat kattakon. Rahmat hammaga, rahmat chaqirganingizga. Hammaga rahmat. Like bosing, izohlarda fikringizni yozib qoldiringlar va albatta agarda obunasiz tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bosib qo'ying. Bu muhim. Opitniyda, mana opitli odam baribir boshqacha-da gapirish. Rahmat. Rahmat sizlarga, rahmat. Rahmat. Zo'r bo'ldi.